Bu videoni Turkiyada tanishingizga yuborib qo'ying. Turkiyada ko'rayotganlar maksimal darajada tarqatsanglar bo'ladi. Negaki sizni Turkiyadagi yashash ruxsatnomangizni nomidan o'sha yerdagi firibgarlar, jinoiy to'dalar foydalanib sim karta olishi mumkin, internet ulashi mumkin, kimnidir aldashi mumkin, boshqa bir begona jinoyatchilarga berib chegaradan o'tib ketishi mumkin. Mana shunday holatlardan bittasi aniqlanib qoldi. Ovozli xabarni eshitgan menga yurtdoshimiz tashlab berdi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qarang, sizga bir xabar bilan chiqyapman-da. Boshqa o'zbekistonliklarga ham anaqa qilsangiz, bildirsangiz yaxshi bo'lardi. Chunki sizni hamma kuzatadi-ku. Kecha mening telefonimga SMS keldi. Turkiyada yashayman, men turmushga chiqqanman, lekin hali fuqarolik olmaganman. 99lik kimlik bilan yashayapman, o'tirma izni bilan. Meni kimligimni nomiga bir uyga internet bog'lanilgan. Bir odam internet olgan. Tanimayman, men umuman xabarim ham yo'q. Kecha xo'jayinim bilan bordik Turk Telekomga. Men o'zim Avchilarda yashayman. U anaqa internet bog'langan joy Esanlarda. Esanlarda bizning hech kimimiz yo'q. Masalan, xo'jayinim turk bo'lsa ham, turk qarindoshi ham yo'q Esanlarda. Keyin borib adresni tekshirtirsak, umuman biz tanimaymiz, kim olganini bilmaymiz, chunki kimliklarimizni qatlaga bergan bo'lsak, masalan, ikkita joyga berganman. Bittasi Guch idorasining yonidagi fotokopiya qiladigan joylarga berganman, vatandoshlikka topshirganimda o'sha yerdagilarga berganman. Boshqa kimligimni hech kimga bermaganman. Nomerim ham xo'jayinimning nomida-da, o'zi umuman meni nomimda sim karta ham yo'q. Keyin hayron o'ylovim 3 ta joy chiqyapti, boshqa joyga bermaganman. Menimcha o'sha fotokopiyaga bergan joylarimizda kimlik belgilarimiz chalinyaptimi, o'sha yerdan olib mana shunaqa narsa qilishyaptimi? Keyin o'sha yerdagilar aytishdi, borib dedi, karakolga tutanoq tuttir dedi, mana shunaqa kimlik belgilarim chalinibdi deb turibdi-da. Keyin dedi, konsulsingga xabar ber, boshqa yabanchilarga ham aytsin. Anaqa kimlik belgilari chalinib, mana shunaqa odamlarning ustiga mana shunaqa qarz kelgan, hozir menga SMS ham tashab qo'yaman. Hayron qoldim-da, men qanaqa Turk Telekomdan qarzim bo'lishi mumkin, nomerim Vodafone dedim. Keyin anaqa e-davlatimga kirsam, e-davlatimda 6000 TL borch ko'rinyapti. 6000 TL yana. Pulam mayli Beknazar aka to'laysiz deb qutulasiz. U meni kimlik belgilarim oladi bo'lgandan keyin ertaga farqli niyatda foydalansa nima qilaman masalan? Yoki tushuning, u uyda yashaydigan odamlar terrorizmchi bo'lsa yoki ertaga xudo ko'rmasin yaqinda shunaqa narsa bo'ldi, ko'rdingiz, ana bitta qizni o'ldirib, bo'laklab, mana shunaqa narsa bo'lsa nima qilamiz? Meni keladi uydan olib ketadi. Bitta 1,5 oylik bolam bor, bitta 4 yoshli bolam bor. Ikkita bolam o'rtada yetim bo'lib qoladi. O'shaning uchun siz bizani o'zbekistonliklarga ayting, mana shunaqa narsa kelsa, birdan borib polisga borsin, hech narsa bo'lmaydi, men olmaganman-ku, hech narsa qilolmaydi demasin. Chunki menga SMSda ko'rasiz, hozir aytgan, borib pul to'lamasang, ustimdan anaqa mahkama ochiladi degan. Turk Telekomdan so'rasam, haqiqatan ustimda mana shunaqa qarzdorlik bor. Lekin men umuman xabarim yo'q. Hozir endi xo'jayinim bilan anaqaga savjilikka boraman. Bugun savjilik ishlamas ekan, lekin navbatchi savjilar bo'lar ekan. Savjilikka borib tutanoq tuttiraman, karakolga ham boraman. Anaqa qadin darnaklari bor, o'shalarga ham xabar beraman deyapman. Siz nima deysiz? O'sha qadin darnaklariga aytishim kerak bormi? Yo ular bir nima qilib bera olmaydimi? Konsulga telefon qildim, konsul ham anaqa ekan, damda ekan. Hozir anaqa bayramga balki dushanba kuni telefon qilaman. Bayramga chiqib ketishmagandir ular. Anaqa ishlashadi. Chunki seshanba kuni arafa-ku. O'shani sizga ham xabar berib qo'yay dedim. Bemalol anaqa qilib, sahifangizdan anaqa qilib o'ring. Chunki boshqalarning ham xabari bo'lsin-da. Hech kimimiz yo'q bu yoqda, xudo ko'rmasin, to'g'ri oilaga boshqa kelib bo'lganlar bilan amalga davlat sakin nima qila oladi? Mana shunaqa nomiga mana shunaqa qilingan deb tasavvur qiling, terrorizmchilar bo'lsa nima qilamiz? Uyda biron nima qilsa. Chindan ham bu yurtdoshimizda ogohlantirishda jon bor. Kimnidir esida bo'lsa, shu Turkiyada Abdukarim Mirzayevni uyidan olib ketib qolgandi. Misol uchun meni uyimdan olib ketib qolgan, xuddi Abdukarim Mirzayevga o'xshab ikkalamiz ham oqlanib chiqqanmiz, lekin bizga mana xuddi shunaqa ayblovlar qo'yilgan. Ya'ni sen shu Turkiyada qidiruvda bo'lgan jinoyatchilar bilan telefonda gaplashgansan, yo'q degan ayblovlar bo'lgan bizda. Bu narsa haqiqatan ham shu sizni ma'lumotlaringizni o'g'irlab, undan foydalanishi bor gap. 65 yoshli yurtdoshimizni, katta kampirni, onaxonni deportini tekshirtirganda fohishalik kodi chiqdi 65 yoshda. Turkiyaga borganda qaytarib yuborgan. Ya'ni klubdan ushlagan, noqonuniy yo'llar bilan daromad qilgan degan. Aslida u xotin u ishni qilmagan 65 yoshda. Qanday bu ishni qilishi mumkin? Odam kallasiga ham sig'maydi. Keyin opadan surishtirib, ana qilsak, kimgadir berganmisiz o'tirimizni desa, shu kvartiradagi qizlarga berardim o'tirimizni deyapti. Qaysi biridir kvartiradagi qiz, o'zbek qiz shu o'tirmizdan foydalanib klubga borganda qo'lga tushgan paytda shu o'tirmizni berib ketgan. Endi polis ham bari dokument qilganda shu ayblovni qo'yib yuborgan. Mamorozda bo'laganmi, xudo biladi.
Bu ma'lumotni, videoni Turkiyadagi tanishlaringizga yuborib qo'yinglar, videoga like bosib, sahifamizga obuna bo'ling. Biz har doim Turkiyadagi yurtdoshlarimiz uchun, muhojirlar uchun kerakli videolar chiqarishga harakat qilamiz.